shumka deyilganda bu stiklobatda tiqib qo'yish bor. Akalar, Namangan Chust tumanida qilgan ishlarimiz video davomida tushuntirib o'taman. Narxlarini video oxirida aytib o'tib ketamiz. Akalar, mana o'ynaylar reshetka qilganmiz. Qo'l mehnat, haqiqiy hamma gullari kovunni qo'lda qilingan, haqiqiy kuzneslar pechkada qilingan. Vodiy territoriyasida uncha odam qilmaydi. O reshetkalar o'rnatganmiz mana ko'chaga ham. 2 yil bo'lgan bunga, 2 yil oldin qilingan reshetkalar 14 kvadratlardan bo'lgan. Mana skameykalar qilib berganmiz, tepalari yopilgan. Tepaga naveslar qilib berganmiz. Kovunni 16lik 14lik kvadratlardan bo'lgan. Barilargacha hammasi qo'l mehnat kovunni bo'lgan. Ustini xohlasalar kolonni o'ynay qilib beramiz, xohlasalar leksan qilib beramiz. Darvoza o'rnatib berganmiz. Darvozalarimiz shuma izolyatsiya bo'lgan, cho'pla izolyatsiya bo'lgan. Qalinligi darvozamizning qalinligi 8 sm bo'lgan, qanotining qalinligi. Mana bemalol ko'rsatilgan bo'ladi. Gruntovka sepib qo'yganmiz. Gruntovka sepganimiz sababi remontdan keyin polni bo'yab beramiz. 2 yil bo'ldi. 2 yildan beri turibdi ekan. Gruntovkadan salzang chiqib qolgan. Boshqatdan chiroyli qilib tozalab, boshqatdan bo'yab beramiz, xudo xolasa. Mana perillalarimizni o'rnatib berganmiz. Qo'l mehnat perillalar, hammasi kovunli. Mana stoykalari ham 12lik gladkidan yig'ilgan. Polnisi 22 kilo chiqadi stoykani o'zi. Shuma izolyatsiya, cho'pli izolyatsiya deyiladi. Bu shumka deyilganda bu stiklobatda tiqib qo'yish emas. Bunga shumka haqiqiy mashinanikini qilinadi, cho'pli izolyatsiya qilinadi. Bu ham shumdan saqlaydi, ham issiq sovuq bo'lmaydi. Cho'pli izolyatsiya, shum izolyatsiya. Ko'pchilik adashtiradi. Shumka qilyapmiz deb ichiga o'tib bitil tiqib qo'yapti, u noto'g'ri narsa. Narxlarga keltirgan bo'lsak, mana shu xonadonda qilgan hamma ishimiz 13 ming dollarga elangan. Qolgan qilgan ishlari premium darajada ishlangan bu xonadonga. Qo'l mehnat ishlar. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlayasizlar. Bitta like bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.